Aka ko'katlar ishqibozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud solin. Ikkita ko'l bor ekan. Bu ko'lda qo'y ekan, u ko'lda velosipeddan bor ekan, televizor ham bor ekan. Omad bersin. Qatta amaki? Tug'ilib bergan Muhsin bilan Toylar mahallasidan ekan. Ko'rib qo'ysangiz salomat. Haqiqat tug'ilib berganda Shinamanda odamlari ko'p ekan bu yerda, ovchilari. Omad bersin amaki. Yaxshi niyatda qo'ylar yetalab ketavering. Boringizga shukur sizniki. Muhsin bilan sinfdoshim. Muhsin bilan sinfdoshimisiz? Meni Muhsin bilani, Toy bilani so'rab qo'ying, salom deb qo'ying. Oshqi bersa aytib qo'ying. Haqiqatda oshqi beradi. Bitta qo'yni ushlasangiz, Muhsin bilan tog'liqqa chiqib ketaverasizlar. Bo'ldi ataman Muhsin bilaga. Boringizga shu sog' bo'ling. Boringizga. Ko'lasizlar-ku. Assalomu alaykum. Tangaradan omadlaring bersin. Qo'ymidi, televizormidi, velosipedmi, qayerga bo'lsa yutib xursand bo'lib ketaveringlar. Omadlaring bersin, sog' bo'linglar. Ukaxon sizniki? Qo'qondan. Qo'qonda qoladi shikilida. Qo'ydi o'zi ham boriga shukr. Bitta ko'rib qo'ying. Ha bo'ldi, oling-da ukajon, ko'ramizda. Omad siz bersin, gap yo'qmi? Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganidan ekan. Bir 3-4 kilo chiqara, yo Bilmasam. omad siz bersin, gap. Nima bo'lsa ham yutib, xursand bo'lib uydalarga mana men bitta narsa sog'oy ko'tarib keldim deysa, xursand bo'ling. Ha, qo'ydimi? Bo'ldi, olyapman. Mana, omad siz bersin, qo'yni yetalab ketavering. Qani baliq? Boryapman. To'ydi mahallasidanmi? Ha, o'zingni qo'yib yubor o'g'il bola. Yana Muhsin bilan mahallasidan ekan. Muhsin bilan mahallasidan ekan. Muhsin bilan mahallasidan ukaxonimiz ushashda omadlar bersin. Bitta qo'lda ushashdi. Ey Alloh rozi bo'lsin. Gapni o'ng qarang qimillashin janavarda. O'ng qarang. Ana qarang. Yomon-da bu. Hali tushadi-yu kattalar fitlisiga. Yomon bo'ladi omad. Omad siz bersin, sog' bo'ling. Mana Muhsin bilan o'rtoqlari, sinfdoshlari ushadi. Sog' bo'linglar, omadlaring bersin. Gap yo'q, omadlaring bersin. Videolar moblabda rahmat deb yana talak bosib qo'yinglar shu xonasiga.